Hammaga assalomu alaykum, hurmatli obunachilar, hurmatli YouTube kuzatuvchilari, Volga ishqibozlari. Sergeli mashina bozoridamiz, Volgalar qatoridamiz. Pikaplar bugungi bozorimizda ozgina ko'payibdi o'rtoqlar. Xudo xolasa, qo'ldan kelgancha obzor qilishga harakat qilamiz do'stlar. Video boshidan bir dona laykni bosasizlar, kanalimizga esa obuna bo'lib qo'yasizlar. Chiroyli videolarni o'tkazib yubormaysizlar do'stlar. Umuman sizlarni ko'p kuttirmagan holatda biz video rolikni boshlaymiz. Assalomu alaykum. Men bilan birga assalomu alaykum Sunnatbek va hafta Toshkent obunachilar. Xolisi bugun hafta kuniga yakshanba. Endi bugun Volga qatoridamiz. Talab va istaklarga binoan. Nechta bular talab qilishsa biz nimaga olib berishimiz kerak emas. Sizlar bizga qo'llab-quvvatlayapsizlar. Biz ham sizlarga shunaqa yaxshi mashinalar ko'rsatishga majburmiz. Sizlar qancha qo'llab-quvvatlasanglar biz sizlarga nima deydi? Shashtimiz oshib ketadi. Sizlar qo'llab-quvvatlasanglar. Shuning uchun biz shunaqa videolarni chiqaramiz. Nima deydi? Jonlanib ketib qolamiz. Shuning uchun qo'llab-quvvatlashdan to'xtamaymiz. Podpiska bosamiz, like bosamiz, kommentariyada so'kmasdan yaxshi fikrlarni bildirsanglar, biz bu yerda zo'r mashinalar. Savol va takliflar bo'lsa ma'lumotga. Bemalol, nima savol, nima javob, reklama, suv, farqi yo'q. Pekinga bichardan qolishi yo'q bizda. Oshqozon fillika deydi-ku. Hammasi qasam, xudo xolasa, bunga qatorda bunga ham to'g'ri qilamiz. Pikaplar ko'paygan bugun. Shu pikap ko'p so'rashyapti. Pikaplarni nima deydi? Mol bozorga pikap so'rashyapti, Hashay bozorga pikap. Yo'q, tarvuz sezon bosh. Ana, bosadigan joy. Bu seni Alisher dodam ham anchadan beri keling so'rashib qo'ying bu odamlar bilan. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Charchamayapsiz? Keldik-da, sizni anchadan beri so'rashyapti. Alisher doda qanday palajingiz bo'lgan, palajingiz. Men palajingiz qilaman. Siz bo'lmasiz odamni zerikib qo'yadi. Qani o'zingiz ham zo'r bir bor. Qanaqasilar, yaxshimisizlar? Rahmat, xudo xolasa. Qanaqasi so'zingiz? Men ko'rinmay ketdi. Chetda biz o'zini kelmayapsizlar. Chetda. Ana bir obzor qilib beringchi, dodam. Nechta bor Volgangiz? 84-yil. 84-da. Yo'q. 90-yil. 90-yil. Qadavoylari qilingan, rishorlar qilingan, motorlari yaxshi. Aha. Yurishlari yumshoq. 24-10 dan qilingan pikap. Qancha yuk oladi, zo'r? Bir tonnani o'ylamasdan oladi. O'zbekchilik undan ham ko'p olishi mumkin. Me'yorida. Narxini qancha so'rayapmiz? 3200 so'rayapmiz. Aha. Tomolgunni otib ketsa $50. Yana iltimosda $100 shunday o'tadi. O'tib beraverasiz. Gazi bor, gazlari bor. Gazlari 28-yilgacha. 28-yilgacha. 80-79 yilga 31 kun oldi. 70 105. 105. Yılı 2009 super salonu, Euro salon. Euro salon. Gaz takılmagan hali. 5300 so'ralyapti. Yana kamolotini yetsa ozgina o'tib xursand bo'lamiz. 79 ming yurgan xolos. 79 ming. Ikkita joyida petnol bor. Ikkita joy. Yoqilg'i, benzin, gaz? Bu benzinda. Bu benzin. Ochib bermaysiz odam. Nimaga bu nastreniy tushib ketdingiz? Shashtingiz qaytibdi-ku bozorda. Qorin ochdi ham bor. Mana 2009-yil mashina. Aha. Bor yo'g'i 79 ming yurgan. 79 ming. Motor holati umuman hamma yog'i a'lo darajada. Kamchiligi yo'q. Zimizi motor 130 ot kuchi. Qachon bir Chrysler motorni olib chiqasiz? Xudo xolasa bu ham chiqib qolar. Kojinli salon. Narxini qancha so'rayapmiz? 5400 so'rayapman, kami bor. Kelishamiz. Hozir Lacetti'ni narxida boradi-yu odamlar. Yo'q, Lacetti boshqa, Volga boshqa. Yo'q, bu odamlar bor-da, shunaqa yozadigan-da. 10 ta Lacetti'dan yaxshi bu. 10 ta Lacetti'dan. Volga mingan odam Lacetti minmaydi. Bilgan biladi buni. Bilgan biladi. Bilmagan o'zi. Katta dodalarning mashinasi. Lacetti katta bolalarning mashinasi o'zi, bu katta dodalarning mashinasi. Shunaqa. Ancha obro'si bor. Yomonchonlarni yuraverishadi muskani qo'yib bitis qilib, Ha. Yana qaysi sizdan? Bo'ldimi? Ba'zi ikkita shu. Hozircha ikkita, bu yog'ini O'zim olib borar ekanman. Dodamga telefon nomeringizni bermaysizmi, dodam? 97lik. Aha.
736 Aha. 98 Aha. 60 Alisher doda. Bemalol telefon qilaverasizlar, odam o'zlari polojeniya chetda qarab turibdilar. Любой narsani hal qilib tashlaydi odam. Nima bo'lgan bo'lsa, nima qanaqasi kerak bo'lsa, ham yoqda yana bitta 3110 pikap versiyasi. Sizlarning e'tiboringizga. Yili necha ekan buni? 2000-yil. Ha, 99 mi? 1 yosh katta qilib qo'yibsiz. Assalomu alaykum. Ha, ona qornidan tushganini hisoblab qo'yib qo'ygan shekilli-da. Qo'ymaysizlar. Mashinani ham yoshartirib yuboryapsizlar. Qizlarning pasportini gapirmasak ham bo'ladi, deydi. Hop, polni ana. Bunda nima tashlasa bo'ladi? Hayvon tashib yuborsa ham bo'laveradimi? Qo'y, mo'y, mol, pol. Chorvachiligi yo'q. Ha, chorvachiligi nech pul olasiz? Buni 2200 so'raymiz. Yo, bor ekan u hayot. Bor ekan 2200. Gazi bor. O'tadigan joyi 2000 dan yo'q. Gazchi. Gazi bor. Gen bor. Gen qilib beramiz. Ana bu. 2000 Bitta dollarga. degani 2000. Ye, necha tonna olyapti? 1,5 tonna spokойно ortadi. Nimani resuri turibdi? O'zinikimi? Risol bilmadim, Chaykovskiy emas, o'zinikimi risol. Ha, Chaykovskiy mostida turgan ekan. Sizlar nima obzorchilar tushunmaydi. Bo'lganida deb o'ylayapsizlar. Hamma narsani tushunamiz biz. Ye, assalomu alaykum. Charchaymizlar. Hop, 2000 dan kami-kachi gaplashaverasizmi? Yo'q, 2000 kam. 2000 bo'lsa. Ha, bu, dalachilar, akalarim, sizlar dalachi degani yer yurmayapman. Sizlar mehnatga shu, dehqonlarni kelinglar 2000 dollar pul bilan so'mda necha pul bo'ladi bu? 25 million, 26 million shunaqa. Kelismeniz. Kelishdi. Suhbatingiz bor. Joningiz sog' bo'lsin. Maza qilaman-da, shunchalik. Meni hurmatim shuncha o't berishyapti. Joningiz sog' bo'lsin. Telefon nomeri ayting. 94 94 045 1655 nomeriga aloqa chiqasizlar. Okalarga bemalol murojaat qilishsa, xohlasa bemalol baraka qilsanglar bo'ladi. YouTube'mi? Avto Toshkent yozib qo'ying. Hop. Keyingimiz mana 24 o'ndan. Qani sizmisiz? Emas bu bo'ldi. Hop. 86-yil 24 o'ndan pikap bo'lgan. Tayyor kraskadan chiqqan. Ishga tayyor. 4 ta baloni yangi. Motorlarni ichi radnoy turgan. Qani, bismillah. Buni ochamiz. Operatorimiz maza qilib yuribdilar qattadir. Operatorim ko'rinmay qoldi. Operatorim shu yerda ekan, men uxlab qoldi deb o'yladim operatorim. Hop. Tayyor kalpak bor. Ertaga ko'rasiz, odam. Ha, xudo xolasa. 24 polni pikap tayyor qilib qo'yilgan, bagajlar. Zo'r qilingan ekan, ha? Idealnisi-da bu, o'zi endi hali ishga chiqmagan menimcha bu. Yo'q. Bu hali ishga chiqishga mustaqil. Qaytar. Mana. To'xtang, mana. Hali bu ishga ham chiqmagan, tayyor, o'zi nima deydi? Masla, kimga gapingni mana? Bo'ldi, odam. Anu skulpturga Tiko Barterovga ayting. Telefonim bor. Egasi Nech pul so'rasiz buni? 4000 da o'tgan ekanlar. Telefoningiz bor menda. Bo'ldi, odam, telefon qiling. Telefonlashamiz yana xudo xolasa. Skulpturga Tiko. Skuterga Tiko, ana barter qiluvchilar bo'lsa, ana odamga. Skulpturim bor, ikkita. Ha. Bittasi 1000 dollar, bittasi 600. Telefon nomeringizni bering. 90lik 90lik 818 818 4528 4528. 99 dan bor. 99 Qaysi birini olasiz? 99 Aha. 017 Aha. 1152. Aha. Bo'ldi, odam. Barter. Bo'ldi. Barterga ikkita skuteri bor. Ha, ikkita skuter Tikoga alishar ekanlar. Hop. Andijonda 500 dollarga ham bor ekan. Ha, bo'ldi, odam. Salon pulni 31 o'ng. Tayyor. Xullas, ishga chiqmagan hali qiz bolasi. Resorlar nechi tonnali? Bo'lgan. To'lagan prujinalari ham bor. Zadniy mo'shchi, Chaykovskiymi, o'zinikimi? Prostoy o'ziniki. Nechi tonna otdi? 1,5 tonna. 1,5 tonna bemalol olasiz. Nechi pul oxiri bera olasiz? Gem bor. Telefon nomer 94lik 392 1227 nomeriga aloqa qilsanglar, egalaridan to'liq ma'lumot olsanglar bo'ladi. Mana bu yerda 31 buni olib bo'ldik-a. 31 so'raganlar uchun 31 zima tur gazi bilan tayyor holatdagi yo'dvi o'ynamas ekandek, tonirovkali oyna ekan. Salonlarimni ochib ko'rsatamiz. Polni akkuratniy holatda 31 3000 yozib qo'yishdi. Nech pul bo'ladigani buni odam? 1800 ga berib yuboraman. Yo'q, gap yo'q lekin bor-ku. 1800 ga berib yuboraman deyordi. 3000 dollardan bittada. 1200 dollar kim o'tadi-ku? 99-yil. Qani 300? Ana 3000 yozib qo'yishgan.
bir Bundan bir bittada 1200 dollar tashladilar, qoyil. Bunaqa narx kim tashib beribdi? Mashinani pulini o't berdilar. Qo'shnim olmoqchi ana. Ha, osillar, baragasini. 100 ga beraman deyapman amakiga. 1700 dollar, yana 1700 dollarga ham tushirib yubordik. Telefon nomer 94 276 16 61 nomeriga aloqa chiqasiz. ZMZ injektor motorda. Smichka puli bo'lib ketdi-yu bu yoq. Nima deysiz endi? Mana bu yerda injektor, karburator emas, prostoy motor emas, tayyor. Mana nima prostoy motor, u injektor edi. Buni nech pul deyapsiz? Yarim nomus bo'lishi. Yarim bo'lishimi? Narigini 1700 dollarlar kelish. Ha. Ha, bo'lish 2000, shunaqa deng. Cho'chib yordingiz jigar. Yili nechi? 2000-chi. 2000-yil gazi bilan. Prostoy motor. Gidravlikami rul? O, gidravlikasi bor ekan. Salon 31. Polni kraskachi? Sepilganmi? Polni sepilgan, ichlariga o'tmagan. Hop. Gem berasizlar. Gem bor. Benzin bak bor. Bak ham bor. Jiguli bak qo'yib qo'yishgan ekan. Telefon nomeringiz? 93lik. 93lik 581 581 0580. 0580. Sizdan 1700 ga berib yuboring. 1800 ga bering, 1800 ga yoningizda ikkita o'yla turibdi. 1800 dan bemalol gapirib yuborardim. Berasiz? Telefon qilib gaplashiladi. Telefon qilinglar, xollaslar, xohlasanglar karburator, xohlasanglar injektor tanlab chertib olasizlar. Bunaqasi bozorda kamdan kam bo'ladi. Eksklyuziv video sizlar uchun arzonmi, arzon. Hop, keyingimiz. Buni nech puldan kelar? Yili nechi edi? 88, yo'q 98. Nech pul bu? 23. 2300 kami bor. Yo'qmi? Naryoq 1700, men olgan 1800. Ha, mayli, hop. Karburator motorda. Kraska narujniy. Narujniy kraska bo'lgan, gazi bor. Gazi bor-a? Ikkita bombasi. Opa. Ikkita bombasi bor ekan. Bittada portlatib yuboraman. Hamma davlatingdan. Xalqqa bo'lsanda. Qani bu bombalaringizni bitta ko'rsatib qo'ying. Oho, mana keling ko'rsatamiz. Haqiqatdan ikkita gaz ballon bor ekan. U mana shu texpasportni nima farqi yo'q bularga? Yo'q, farqi yo'q. Xohlasa 10 ta qo'ysa bo'ladi. Lekin barakali yurasiz-da. Bitta urib olasiz, bu qachon urganingiz ham esingizga tushmaydi agar kira-pira qilaman yoki bu joyga yuraman desangiz. Hop. Telefon nomer 97lik 444 404 7828. 404 ekan. Gem bor-a? Gem bor-a? Yo'q. Gem yo'qmi? Ha. Buchi? 105. Karburator prostoy motor 2005-yil. Egalari qani buni? Shu kishiniki. Bu qimmatroq 4000 nech puldir devoruvdilar. Egalari Bu yoqda bor ekan. Mana shular bitta video olsak, xudo xolasa video. Ikkita. Ya ularga ham boramiz hozir. Mana qarang. Pickup 31 versiyasini ko'rsatdik, 24 versiyani ko'rsatdik, yana 24 ko'rsatdik, endi 02 versiyasini ko'rsatamiz. 31 02 versiyasi. Hammasidan har xilidan. Hammasidan pickupi bor ekan o'zi ham. Yili nechi buni? Mana shundan menimcha. Yili nechi? Ha, yili yo'q. Xohlagan yilingizni qo'yib olar ekansiz. Yili yo'g'idan so'raganlar. 90-chi? Ha, yo'q, akam aytibdilar, yili yo'q, xohlaganingizni qo'yib oling deyaptilar. Motor tuzib yili yo'q. Ha, 90-yil tug'ilgan ekan. Keyin ona qornidan tushgani esidan chiqib, yilini ham esidan chiqarib qo'ygan. Motor ham bez nomer. Endi u sizlar uchun so'r. 100 metrga. Nech pul bor? 30 so'rayapti, 30 million. 30 so'mmi? Nech pul bo'lyapti 30 millioningiz? 2600 dollarmi? 2000 nech pul bo'lyapti? So'mda gaplashaversin. O'zbekcha bilgan sonlaymiz. 20 million so'rashsa-chi so'mda. Zo'r narx bo'ladi. Yo, naryoqda berib yuboraman ikkita o'g'ani 31 o'nni. 20 millionga berib yuboraman dedi. Maski javob. Hozir videoni orqaga qo'yib qaytaraman. Siz ham berib yuboring. Qochirmasdan aytavering. Qochirmasdan, yeting olib ket. Ya, 20 millionni. Ularga morg'alik keldingiz. 24 deng, qayta 1 million haqqimiz, yana 24 millionga tushirdik. Gazi bor. Sunnatni qo'shsa yana 1 million o'tib olishadi. Mana tayyor. Sizlarga 31.02.90-yil tomidan tentlari bor. Orqalari ham polni qilib qo'yilgan gazi bilan. Necha metrli bu mana tepasi? 1,5 metrlimi bu? Bemalol hayvon hamma narsani tiqsanglar bo'ladi. 25 million yana.
24 million bordilar yani. Dalaga chiqib mayapga qo'yarsa. Ha, bemalol uxlasangiz ham bo'ladi. Yo'lga chiqqan eshikni yopib qo'yasiz, mana g'ir-g'ir shamol esib turadi. Telefon nomeri bering. 93lik. 93lik 101 101 1460. 1460 gen bor. Gen ham bor. Bemalol egalariga aloqaga chiqasiz, to'liq ma'lumot olib baraka qilasizlar. Mana bu yerda 20 turon 3102. Mana endi sizlarga mana shunaqasi kafeyniy rang. Kimdan ekanmi 31? Mashina radnoyga o'xshatdi. Temirlari ham chiqib ketibdi. Kimdan bu 20 turon? Sizlardan emasmi aka? Uchi. Hop, buni egalari yo'q ekan. Hop, 2001-yil ishlab chiqarilgan. 3102. Legenda deb, men bu kimdan? Do'da? Nimaga unaqasi? Siz o'zingiz o'tib yuribsiz, bu yerga buni qo'yib ketgansiz. Yili nechi? 91-yil. Radnoy kraska nechi pul bu? Radnoyligini bildim. 2,5 ming nechi pul qilib berasiz? Zo'r turibdi. Gazi bor. Gaz bor, gidravlika bor, 5 talik korobka. Gidravlika 5 talik korobka, 2,5 ming notli, tomida bagaj bor, kraska radnoy, mashina but-butun bilib turibsiz. Gruntовкалari chiqib ketganida 4 ta balon yangi nechi pul qilib beramiz oxirini? 2400. 2400. Yo'q, endi sizga yarashmaydi bunaqa 100 dollar o'tishdi odam. Sizga yarashmaydi. 2300 ana. Вообще sizga yarashmayapti. Anvar doda. Yo, to'g'ri kelmaydi. Dodam uyat bo'lib ketadi endi. Siz endi 100-200 dollar o'tsangiz, siz 100-200 dollarga qarab qolgan joyingiz yo'q, bilasiz-ku. Birinchi kun ko'rmayapsiz 100-200 dollarni. Nechi pul dey unda? 2000 ning. Bo'pti 2200 ning. 2300. 23. Ha bo'ldi, 2300 ga sindirdik. Baribir 2300 dedilar, baribir jinniga o'xshab mana 23 deb qo'ya qoldim, qarasangchi. Telefon nomeringiz shu, dodam? 97lik 736 98 60 nomeriga aloqaga chiqaverasizlar, dodam bilan kelishaverasizlar. Hop, endi 3102 mana. Men shu mashinani bilmayman, men o'zim sevaman shu mashinani bor. Nimaga? Bilmayman, yoqadi menga. Faralarimi? Albisof. O'zimga yoqadi shu mashina. Bir o'zim olib minishim bor shu mashinani. Yaxshi arzoni chiqib qolsa, o'z zim motor, gazi bor. Anaqada ham shunaqa mashina turadi, agar e'tibor bergan bo'lsanglar. Patriotda. Agar u videoni ko'rish xohlasanglar, men chetda video tashlab ketiladi. U Patriotda ham mana shunaqa motor bo'ladi. Qiziq bo'lsa, shu videoga kirib ko'rsanglar bo'ladi. Hop, chaka diskalar taqilgan. Nech pul deyapsiz aka buni? 2000 so'rayapsizmi? Nimaga shu bo'yi baland, g'o'dasi, jasadi katta odam mana shunday g'olga haydaydi? Bo'yingiz necha aka? 2 metr ekan. Bemalol o'tirasiz mashinada. Xotirjam chiqib ket. Yani bu yirik odamning uchun o'zi bo'lganda 2000 dollarga zim motor. Haligini 1700 dedilar. Nech pul qilib beraman? Siz nech pul qilib berasiz aka? Nech pul qilib berasiz? Ana bu hafta o'zi arzonchi bozor bo'libdi, bor 1800 ga 3102 ham chiqdi oxiri. Zim motor, gazi bilan tayyor, tomida bagajlari bilan. Ketdim. Hop, endi 3102 ham shu narxga topganimizdan keyin bitta like bosib qo'ying. 31 ni topdikmi? Topdik zim motorda. 31 yana bitta topdik. Arzonga pikap topib berdikmi? Topib berdik. Endi 3102 ham minilar deb mana sizlarga 1800 dollarga gen bor-a? Ha, familiyaga. Bitta shu narsa sal qiyinlik qilar ekan-ku, hatto qolgan taraflar mashina narxi, o'zi, kraskasi qo'llanib qilingan. Ha, etmetida bor ekan. Lekin maza qilib yuboradigan joyi, lekin 99 ning 040 99 95. U emasmi? 99 ning 775 0330 nomeriga aloqa chiqaryapsiz. Mana shu oxirgi aytgan nomerimga aloqa chiqsanglar, egalariga aloqa chiqib, to'liq ma'lumot olsanglar bo'ladi egalarda. Shuning uchun agar misol uchun bo'lgani ham qolmadi, agar mashinalar nima deydi, mashinalar yoqib sizlarga ham misol ma'qul kelgan bo'lsa, bitta like bilan bizga qo'llab-quvvatlab qo'yinglar. Bo'ldi, biz sizlardan ko'p narsa so'ramaymiz. Sizlar shu joyda o'tirib, bizga bitta like bosib tursanglar bo'ldi. Salqin joyda. Agar narxi to'g'ri kelgan bo'lsa, ya'ni har xil arzon narxda sizlarga mashinalarni obzor qilib berdik. Sizlardan uzoqlashishingiz, sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar. Shunaqa videolarni ko'rib qo'ldan boy berib yubormaslik uchun podpiska, qo'ng'iroqcha knopkasini bosib qo'ysanglar, mana shunaqa videolar sizlarga har doim ko'rinib boradi. Bizlardan uzoqlashmanglar, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Hammaga rahmat, charchamanglar. Keyingi videolarda ko'rishguncha boshqa videolar kanalda bor, hammasida. Hammaga rahmat.